Bugun ona shahrim 80 yoshda. Shahrimiz tarixi va uning qalb ohanglarini his qilishni istaysizmi? Unda sizni Angren shahar axborot kutubxona markaziga taklif etamiz. Kutubxonamizda tashkil etilgan tog'lar taxtidagi Shahrim Angren nomli burchak o'zining mazmundorligi bilan barchaning e'tiborini tortmoqda. Bu burchakda Angren shahrining boy o'tmishi, tarixiy lahzalari va rivojlanish yo'li haqidagi qimmatli ma'lumotlar, shahrimizda yashab o'tgan ulug' so'z ustalarining o'lmas merosi, hozirda ham ijod maydonlarida faol bo'lgan mahalliy yozuvchi va shoirlarimizning sara kitoblari jamlangan. Angren faqatgina konchilar va quruvchilar shahri emas, u buyuk iste'dodlar maskanidir. Aziz hamshaharlar, kutubxonamizga tashrif buyuring. Ona shahrimiz tarixini va ijodkorlarning dil so'zlarini varaqlang. E'tiboringiz uchun rahmat.